Assalamu alaikum dünyanın arka şehirlerinde yaşayotgan muhaciratga Uyg'ur aziz qarindoshlar. Sizlarni 10 oyning 1-kundagi birlashma namoyishimizga chaqiriq qilamiz. Shundaqla bu kun Xitoy Ko'p partiyasining qurilish kuni bo'lgani bilan birlikda vatanimiz Sharq Turkistondan zulmga uchragan boshlangan kuni bo'lishi bilan Xitoyga qarshi Hong Kong, Vyetnam, Tibet ve Mongol qarindoshlarimiz bilan birlikte namoyish o'tkazamiz. 10 oyning birga ko'rishaylik. Vatanimizga azoblik. Vatanimizga azoblik. Sharq Turkistonga o'rlik. Sharq Turkistonga o'rlik. Xitoylar chiqib ketsin. Xitoylar chiqib ketsin.